Abdurrahman Aziz o'g'li. 3-bo'lak 1-qism. Buvay bugun ko'zini tekshirtish uchun doktorxonaga berishni ko'ngliga pukib uydan chiqdi. Uning kundan-kunga g'uvolishib to'rlashqandek bo'layotgan ko'z jiyaklari ig'ir g'amdastidan texmi purilib ketgan edi. O yaqindan beri o'zidagi ba'zi o'zgarishlarni hech kimga tinmay kelgan edi. Kundan kunga g'uvolishayotgan ko'zlari buvayning g'imini ko'paytiryotdi. Burunqidek do'ppisining jekini qatlab qo'yib, o'tda qizdirayotgan kunga parvosizlik bilan qarab qo'yib, o'z ishiga mashg'ul bo'ladigan ko'zlarining ko'rishi biroqla nacharlashib, odamga yo'chilli bir nazar bilan tikilib qaraydigan bo'lib qolgan edi. Yiroqdagi kishining kimligini xatosiz farq qila oladigan o'tkir ko'zlarining ko'rish quvvati mushu bir necha oyning ichida biroqla nacharlashib, necha mingdan yerdagi kishining kim ekanligini bilmay, hatto xalqning oldida uyatib qolgan yerlarimi ko'p bo'ldi. Yo'lda birovlar o'diliga kelganda assalomu alaykum deb salom qilsa, u salom qiluvchining kimligini bilmay, men degancha va alaykum assalom deb javob qaytardi-yu. Salom qiluvchining o'dilidan o'tib bo'lib, ondan huduk sirginish kayniga qayrilib, xiyolga cho'kdi. Ovozi tunishliq. Kimning bolasi bo'g'aydi? Ajab ovozi yaqinliq, kelishimlik, adablik bola ekan. Bayotdan xuddi salomini ilik olmagandek yoki salomga xo'sh yoqmagandek ajab sat turibdi deysa. Nima deb qolgandi? Qayrig'anchi kalimijoz bo'lib qopdi deb qolganmidi endi? Qayda yo'qsini bilmas bo'lib, nervisidan adash qilib turibdi debmi qolganmidi? Buvay o'zi burun birasiga salom soat qilganda qarish taraf salomiga beparvo muomala qilsa, bakmi ko'ngliga keladi. Ondan qarish tarafni ota-onasining tarbiyasi samaganga yoki yo'sin bilmaydiganga chiqarib ayblaydi. Shu u har qanday vaqtda eshak arvasini haydab bir yoqqa manganda oldiga qandoqligi kishi uchrasa o'zi oldi bilan salom qiladi. Hatto 8-10 yoshlik bolalar uchrab qolsa-mu, o'xshashla kichik beyillik bilan qo'lini ko'ksiga ilib turib, o'llik ovozda assalomu alaykum deb salom beradi. Buvayning bu qiliqi qiziq tuyulgan kichik bolalar uni sog'liq qilishib kulishadi. Ba'zi cho'ng kishilarmi buvayni ahmoqqa chiqarib mazoq qiladi. Nima qiladi? Tonisimi, tonimisimi, o'dil kelgan kishiga salom qilib. Xalqlarning qarashicha salom deganni o'zaro tonishadigan yoki ko'ngli yaqin kishilarga qilsa bo'ladigan rasmiyatmish. Ammo buvay boshqalarning nima deyishi bilan kori yo'q. Kuchirg'anligi kishi mayli ayol, mayli er bo'lsin, mayli cho'ng, mayli kichik bo'lsin, o'xshashla avval salom qilishni unutmaydi. Salomi iliksiz qolsa-mu, u yana salom qilaveradi. Ammo yaqinning yoqi buvay ko'zida bir xil o'zgarish bo'layotganini sezishga boshlagandan boshlab, oldiga birsi uchrasila salom qilishdan xuduksiraydigan bo'lib qoldi. Oldiga uchirgan kishining kimligini tonish u yoqda tursin, er ayolligini farq etish tas bo'lib qolgandek tuyg'u paydo bo'ladi. Shu oldiga birsi uchrab qolsa, u oldi bilan beshini singayon qilib, o'ng ko'zi bilan oldiga sinchilab qaraydi. Chunki uning bir ko'zi xeyli ko'gandek qiladi. Ammo yana bir ko'zi bo'lsa, op-oq tumonga uchrab qolgandek bir narsani farq etmaydi. Shu putunimi ehtiyot bilan yo'tkaydi. Buvay o'zidagi bu o'zgarishlarni qiyrilik deb o'ylaydi. Odam qiyrilganda quloqdan, ko'zdan, tishdan, beldan qiyrildi deydigan. Balkim buvayga ko'zdan qiyrish boshlangan o'xshaydi. Shu u kundan kunga g'uvolishayotgan ko'zini qiyrilikqa chiqarib, taqdirga tan berishga majbur edi. Ham shundoq bo'lmaymi, iloji yo'q-da. Buvay ko'zining dardini tortib yurgan oshundoq kunlarning birida birisi uning bir aql ko'rsatdi. U buvayning tam qo'shnisi, pensiyaga chiqqan bir muallim kishi edi. Yeshi buvaydan bir qancha yosh farq qiladi. Sizlarning ko'zlari saqiydi. Bu degan ko'zga oq tushish kesli. Hozir meditsina taraqqiy qilib ketdi. Sizning ko'zlarda ko'zni davolash hech qancha gap emas. Mana qarasizlar. U kishi barmoqlari bilan ko'zining chekini kerib buvayga ko'rsatdi.
Mana qaraslar. Burun bu ko'zimga oq tushgan. Doktorlar ko'zdagi oqni shumurgizib elvetib, nur sep qo'ygandi. Hozir ko'rishim nihoyat yaxshi. Televizor, kitoblarni ko'raverman. Yiroq yaqinni o'xshashlik ko'ra olmayman desizlar? Meningki qayerliqdan bo'lgan kasal. Sizlardimi qayr kishilarning ko'zlari yaxshi ko'ryapmamdi. Ko'zlariga oqni oldirvasak, ko'z lappida eshilib ketadi. Nemi japa bu saqiydan kasalni so'rab yurib. Boy u kishining so'zlariga dastlab ancha eranishib ketmadi. Ko'zdagi oqni so'mirish deganmi gapmi? Boy burun qo'yi og'rib qolsa, qo'yning ko'zidagi oliqaroqni tig'silib oladi. Mahalla bo'yicha faqat mushu boylar qo'yning oliqarqini elishga ustaydi. Shu qo'ylar ko'chmay yetib olgan, qo'rsiqi isilib qolgan xalqlar yiroq yaqin kech kunduz demay boyni izlab kelib oliqaroqni oldiradi. Mana endi u kun o'zining beshiga kelib ko'zining iqini oldirman desa, ha? Bularni o'ylasa, boyning kulgisi keladi. Qo'y degan qo'y, odam degan odamda. Odamning ko'ziga tig' yaqin akilish chaqchaq qiladigan ishmi? Olim hadis bir chatoq chiqib qolsa, chopqini olaman deb qarg'u qilibdi degandek ish bo'lmamdi. Boy ana shunda xiyollarni qiladi. Ondan ko'zining tutilib kelayotganini bo'lsa, insi jiniga tinmaydi. O'g'li oshmoqonga bo'lsa, texmi tinmadi. Chunki uning bechora o'g'li bakni namrat bo'lib, faqat haftada bir keladigan bozor kuni bozorda xalqning mollarini eshak arava bilan bozor sirtiga to'shib berib kunini aron ulaydi. Bechoraning ayolimi kasalman bo'lib, o'g'li qo'lining qisqaligidan ayolini doktorga olib so'rilib yuradi. Shu bu ahvolni o'g'liga aytib qo'ysa, o'g'lini qiynab qo'yishidan, xijolat qilib qo'yishidan voyim yeb, o'zining dardini o'zi ichida bilib yuradi bo'y. Ondan ish harakat qilganda bakla avaylaydi. Bir narsa izdiganda qo'li bilan yer siypashlashtirib yurib istaydi. Biroq ko'zining ko'rishi kunsir nacharlashayotgan bo'y bakma o'shiyar. Taratga chiqsimi, yig'ilga kirsimi, etizlik qizrat o'tig'ili chiqsimi, sizimiga toyinib yurib, xeyli bir ishlarni qiladi. Chiqib chiqqan bir jup qo'li qish-yoz yo'g'on o'tik silinmaydigan bir jup puti zahadali shukturmaydi. Boy bağan siri shuklab ketdi. Uning bir ko'zi faqatli ko'maydigan bo'lib qelyapti. Ya'ni texi yana bir ko'zimi to'li yashang'urab, turlashgandek bo'ladi. Eliq muallim qo'shnisi bo'lsa, teximi boyni qo'rqitadi. Bir ko'zni vaqti davolatmasak, og'riq yana bir ko'zgim o'tib ketadi. U chaqda ikkili ko'z ko'mas bo'lib qoldigan gap. Shunga davosini vaqtida qilsizlar. Endi boy rostliq qo'rqib qoldi. Agar og'riq yana bir ko'ziga o'tib ketib qolsa, nima degan qo'rqinchliq. O chaqda ikkili ko'z ko'mas bo'ldi degan gap. Jahonning yo'riqligini ko'may yashashdan o'ta azobli ish bormi olamda? Aqallisi yegan tomoqqa tushgan chivinnimi ko'ramsiz, ha? Boy muallim qo'shnisining to'liq o'qitishi, yo'l ko'rsatishi bilan oxiri ko'zini tekshirtib beqish o'yiga kelgan edi. Boy agun darvosining dotlashib qardab ketgan sindan yasalgan ilgichini qog'i tumshiqqa mahkam ildi. Ondan burunqo o'xshama yo'tkilayotgan putlari bilan avaylab mengib yo'lga chiqdi. Ko'z yaxshi ko'rmasa, putmi odamning mayliga boqmaydi ekan. Tuz yo'lma qatong bilinib, turibla san turilsa, turibla agitdi. Lekin cho'ng yo'lga chiqibasi boy ancha qiynalmay ma'alaydi. Chunki yo'lning ikki qosniga bo'kkida ketgan daraxtlar bor. Boy o'sha ikki qator daraxtning o'ttirisidagi bo'shliqni ilg'i qilib olsa, qiynalib ketmaydi. Boyning eng qo'rqadigini oldiga odam uchrab qolish. Chunki oldiga odam uchrab qolsa, salom qilmasa teg'i bo'lmagan. Salom qilsa, salomning yarishig'i bo'yicha ikki qiz so'zlashmasa, tinch amonlik so'rashmasa teg'i bo'lmagan. Qarshi tarafning kimligini bilmasa, yo gap qilmay o'tib ketgili bo'lmagan. Yo kimligini aniq to'nib o'z yarishig'ida gap qilolmagan. Boy beshini tuvan sog'inicha asta qadamlar bilan yezining mashina bekitini ko'zlab mangdi. Shu mang'inicha mahalliy yo'lining yezi bozor tarafga qayriladigan do'qmishiga kelganda,
Neçə yeri simdi mahkam çirmab qoyduğunağa qaramay, şallары çoğulup durğan koni eşek arvasıga yerim qalt samanını silip, 2 putini likildatgan piti vijik eshigini haydab chiqib kelgan Hoshimoxon uchirdi. Buvayning ko'zi aniq ko'rmagan bilan qo'li Hoshimoxonning hamma yerdan taraqlagan ovoz kelib turgan arvasini xatosiz taniydi. Shu o joyida shippidi to'xtadi. Voy dada, nega manganding? Bazog'a mangan balam. Dedi buvay o'zimi bilmasdan yolg'on so'zlab. O'zing-chi balam, atdiganda nega chiqib qolding? Sening qishingga sendan bir avval so'rab etib, ondan bozorga chiqib kira qilay deb. Buvay o'g'lidan bakma rozi. O'g'li o'zi ko'p namrat bo'g'ini bilan buvayning yiniga kirib, ahvol so'rab turishni unutmaydi. Uyi bo'lsa, mahallaning oyoq tarafidagi jangalning chekisida. O'ylik yer taqsim qilinganda Hoshimoxon qo'li qisqa kelib, mahalla o'ttirsidagi yaxshi joylardan o'ylik yer ololmay, o'sha jangal chekisidagi joyni arzon bahoda elib uy solgan. Buvayning hozirgi uyi o'z zamondagi koni mahalla masjidining joyi bo'lib, to'q katkichilik bir eg'izli kapi uy bilan bir qaznoq. To'tli qo'y patadigan kaltitam qo'tam bo'g'achqa Hoshimoxon uylik o'choqliq bo'lgandan keyin tor uyda birga yashash biyak bo'lib, o'sha jangal chekisiga solgan uyda turadi. U har kuni atiganda ayoli atgan tomoqdan bir chini ko'tarib paydo bo'ladi-da, buvay tomoqni yeb bo'lmoqchi yinidan qo'zg'almay o'ltiradi. Uyan bu yanning gapini qilg'ach buvayning gajgisini, futlarini tutadi. O'ylining bu joylarda yo'lga putlashib turib qolgan narsalarni bir chatga elib ratlaydi. Buvayning chissiz og'zidan chiqayotgan uzun paranglariga astoydil quloq soladi. Hatto burun necha anglab bo'lgan gap so'zlar bo'lsa-mu, buvayning og'zidan ko'zini uzmaydi. Dada, bozorga og'ash ketaysan. Ma'qul balam, ma'qul. Buvay ko'zi yaxshi ko'rmaslik va qiyirliq dastidan qo'lashmagan qo'llar bilan harviga yamashdi. Hoshimoxon kelib buvayni yo'ladi. Buvay joylashib o'ltirib olgandan keyin Hoshimoxon eshikka tayoq soldi. Bu eshakmi xeli yomon emas chiqqan o'xshamamdi bala. So'rdi buvay eshakning bir xil mengshiga qarab. Amaliyotda u eshakning mengishini ko'zi bilan ko'rib emas, sezimi bilan tuyib bilgan edi. Xeli obdan mangadi ekan dada. Ishqilib, bozorda avaylar balam, bichimlar bilan binimi deyishib qolma. Haqqa siliq muomala qil. Ojiz, g'erib qo'rvala uchrab qolsa, hojitini ravo qilib qo'y. Savob bo'ladi. Biko yerim ko'y kam topsam-u, halol topqin balam. Uqdim dada. Ikkalan qayta gaplashmadi. Buvay harvining bir xilda ovoz chiqarib tarqalishiga quloq solgandek beshini tuvan silib xiyolga patdi. Hoshimoxon yolg'iz o'g'il bo'g'iniga qaramay bakla tirishcha yigit bo'ldi. Onasidan kichik qolgandan keyin buvayning qo'lida shon bo'lgan edi. Buvay topgan taginini yig'ib Hoshimoxonni o'ylab qo'ygan bo'lsa-mu, ammo unga cho'ngroq bir nima berib, uyini ayirib qo'yolmadi. Qo'lining qisqaligidan buvay gohida o'zini xijolatchilik ichida qolgandek, o'g'lining oldida yuzgilanmayotgandek his qiladi. Chunki xalqning bolalari mo'shkamda xolajaga chiqsa-mu motosikletlarni go'rildatib minib yursa, Hoshimoxon necha yerdan chirmoq silingan abjaq eshak arvasi bilan bozorlarda xalqning melini to'shib yurib, uyini uy etib oladi. Texi bozor kuni bozordan yong'anda 4-5 somsini po'tisiga ayrim tugib, buvayga akirib berishni unutmaydi. Shunda qilgan siri buvay o'g'lining oldida o'zini gunohkor his qiladi. Boshqalarga o'xshash o'g'li motosiklet mingizanmagan edi. Yo'g'on peshayvonlik uylarni sep beranmagan edi. O'ynaqishib turadigan arg'imoq otlarga chiroyliq, yosida qariblarni jabdib beranmaganidan xijil bo'ladi buvay. Motosiklet minib yurishgan bolalarni uni ip bamidan
buni qilib bermading deb ota-onasi bilan kundi degudek jidal qilib, bankadan qarz oldirib yurib degan narsalarni oldirdi ekan deb ağlagan. Hoshimoxonning insobini beribdi ekan. Mana hozir cho'na qarba, vijik eshik bilan madikor ishlab yurib, xotin bolalarini beqib, uyini uy qilib, yana tatisining holidanmi ozdir ko'pdir xabar elib yuriydi. Buvaymo shuning o'ziga ming qatli shukr sana o'qiydi. Shundaqdimi o'zini qo'lidan ishganmas oti hisoblab, yuragi puchunib yuriydi. Buvay eg'ir o'xtatib qo'ydi. O'zini eshik arib ustida xuddi mukchiyib ketgandek, bag'an sari kichiklab ketayotgandek, boshqalarning nazariga ilinmoqdek darajada vejiklashib ketayotgandek his qilib, o'rnidan bo'sh qimirlab qo'ydi. Bu yoqda o'ltirgan Hoshimoxonmi o'z xiyoli bilan band. Tova. Xalqlar motomashlarni haydab, yiniga ota-onalarini chiqarib yurishdi. Menga bor kuchim bilan tirishayotman bo'lmasa. Xalqdan 1 soat burun qopib, 1 soat kech yotaman. Mehnat mashaqqatimni qo'shmayman. Hey, qattiq quruq, g'o'ri gul demayman. Yana bor topqinim katakchilik 2 eg'iz uyning chirig'ini yo'rtishga aron yetadi. Bo'lmasa, meningmi boshqa xalqning bolalariga o'xshash dadamni motoga mindirib, to'ylarga, nazir chiroqlarga opag'im bor. Ammo nemishqikin abjaq harvam hech o'xshilib baxmadi o'tam. Vijik eshigimmi cho'ngib baxmadi. O'tganda bozorda kirakashlik qilib etib, shahardan kelgan bir xaridor xonimning pulliq milining buzilishiga sababchi bo'lib, shuni to'lab beraman deb Amroq joniverimdan ayrilib qolgandan keyin boshqalardan qarz ib yurib, bu eshakni olgan edim. Pulga tushliq deb kichik bo'lsa-mu, vijik bo'lsa-mu, og'inimga yarasha obdan manglagan jonivor chiqdi. Ammo dadamga hech chiqib beramayapman-da. Haftada bir keladigan bozordan pul puchak eshinolmayapman desa. Mana dadamning uchsidagi choponimni ko'nrab qopdi. Yangi chopondan birini ip kiygizib qo'yaman deb shuncha niyat qilsam-mu, niyatim ishga oshmayapti. Dadamning holidan yaxshi xabar ololmay, shuni chopon tezdan oshmayapti ya. Yo'q, bo'lmabdi. Endi uyga say ko'ktat oladigan ishni qo'yay. Go'shtmi yemay turayli. Kira qilgan pulni shu peti yig'ib, dadamga bir chopon kiygizmasam hisob emas. Hoshimoxon ostog'ini keyniga burilib, harvida mukchib o'ltirgan dadasiga qaradi. Bu oyning soqollari o'sib, javg'oylari qordek oppoq chupar bilan qoplangan edi. Yuz terlari yerilib, qo'zlari qo'shiqdek ichiga tortilib ketgan edi. Ko'zlarining nuri o'chib, pildirlab qolgan edi. Hoshimoxonning turibli ichi serilgandek bo'lib ko'zi namlashdi. Dadasining ko'rib qolishidan ansirgandek darhol oldiga qarab oldi. Ko'zlarini chimchiqiltib yurib, yaltirab qolgan yoshni ichiga singdirib etdi. Ammo bo'yning ko'zi o'g'lining bu holatini ko'rishga qudrati yetmaydiganligini u nadim bilsin. U qo'lidagi tayoqni yovanga qo'yib yonchug'ini ko'rdi. Qo'liga purilishib ko'nirgan bir tutam pul chiqdi. Dada? Saqlim o'sib qopti dada. Yilli yasты olgan. Maqa balam. Ma pulni sap qo'ya dada. Deganda satrash poch pul bo'lmasa dastlab qilinmaydi. Yinimda pul bor balam. Sol pulingni. Pul yo'qmiki demidim dada. Poch pul lozim bo'ladi. Poch pulimmi bor balam. Voy dada. Ol degandan keyin og'ina. Faqat adamning ko'nglini oymaydi ekansan. Insabonga rahmat balam. Yinimda pul bor. Sen bu bir uyni tartib cho'gilib o'tsan balam.
kelin balını davalatıvatsan, balı beqivatsan. Men bu sana yaxshi qarab bo'lanmadan bolam. Buvayning ovozi titrab ketdi. Hoshimoxonning o'pkisi o'rildi. Undaq demiya dada. Men sana obdan qalab bo'lanmadan. İş bazanı ilib olsam. Qalavatsan balam. Balan qalavatsan. Öyengi bir kişide almasanmı? Bana 2 tösek göğüş. Ya bulmasa 4-5 samsa ekilip berivatsan balam. Endi senden hoş bolay. Ögenden tatip bana bir narsa alaman demigen. Ha? Meydemge mi yakmaydı ki? Şunun oğnağa, kelin balığa obdarak bir narsa apırıp yegizgen. Doktor onun da kan azlık kesili bağa depti o. Ama kelin bala yaxşı bir kış tapmayıvadı da. O qınqımay, cenini sörep sürüp, iş nəsini çandırmay yüyen bilen, keyin keselmen bulap kalıdı. Ondan hatırcan bol da. Maqıdıb, maqbulni bir sala. Hoshimoxon tegichi tanlab turgan pulni yana uzdividi, buvay og'ilib unimadi. Orni jimjitlik bosdi. Eshik bir xilda ketib bormoqda. Balam, xafa bo'lib qoldingmi nima? Dedi buvay Hoshimoxonning shuklab qolganini bilib. O qo'lidan pulni olmagani uchun o'g'lining xafa qilishidan asrab qoldi. O'g'li kichkidilla ko'ngli bak nozik cho'ng bo'lgan edi. Uning kichikkina ko'nglini yerda qo'ysa, o'g'lining ko'ngli parakanda bo'lib, ishi ilgari bosmay qilishi turgan gap. Voy turibla o'zini xato qilgandek his qilib, o'g'li tarafga burildi. Bala, deganimmi o'rinliq turamdi nima? Parcha pul ko'proq bo'lsa, yaxshi bo'ladigandek qiladi. Boyagi pulingni bagina amasa. Hoshimoxon bakla xush bo'lib ketdi. O yanchuqini qayta og'dirib, yenidagi pullarning hammani tutamlab elib buvayga uzatdi. Arvikash Abdurahmon Aziz o'g'li. 3-bo'lak 2-qism. Hoshimoxon bakla xush bo'lib ketdi. O yanchuqini qayta og'dirib, yenidagi pullarning hammani tutamlab elib buvayga uzatdi. Balam, azraqli bagina bo'ldi. Buncha ketmaydi o. Eli xeridorlarga parcha pul yondirib qolsang, Ala dada, eli tamoq yasan. Yo'q, boshqa ishlaringga ishiltiva bo'ldi. Tamoqni eliman chiqqanda billi yemas. Ma'qul balam. Buvay Hoshimoxonning qo'lidan pullarni elib qo'yin yanchuqiga soldi. Orni yana jimjitlik bosdi. Ola hazal yarim soatlardan keyin ular bozorga yetib kelishdi. Hoshimoxon harvisini bir chetga akilib to'xtatdi. Buvay harvidan avaylab tushdi. Amsa men bozorga chirib chiqay dada. Eli tamoqqa billi chirimas. Ma'qul balam. Bozorda avaylasan ha. Buvay Hoshimoxonning yenidan ayrilib, o'dil tarafdagi tor ko'chani ko'zlab maqdi. Bu to'mirchilar ishiklari yasaydigan xalta ko'cha bo'lib, buvay o'zining nemishqa bu yoqqa mang'anini o'zimi bilmay qoldi. U o'zining shaharga ko'zini tekshirtishga mang'anini o'g'lining bilib qilishidan asrab shundoq qilyotdi. Agar o'g'li buni bilsa, asrab ketadi. O'g'li dadasining ko'zining ko'mas bo'lib kelayotganligini bilsa, hargiz turolmaydi. Qo'l ilkida yo'q o'g'lini xijil qilib qo'ydi. Shuni o'g'li tuydirmay menish kerak. Avval berib doktorning gapini anglab beqib, ondan ahvoliga qarab, o'g'limga desammi kechikmasman deb o'yladi buvay. Buvay xalta ko'chada qanchalik turganini o'zimi bilmadi. Satrashxonaga kirmadi. Yenida pul ozli tursa, nima qiladi pulni bosib? Keyin yastovasimi bo'ladi o'saqal. Buvay astag'ani keni yenib cho'ng yo'lga chiqdi. Atrofga sağa ko'zi bilan zahn silib qarab chiqdi.
o'g'lini mushu atrofda bo'lib qolmag'aydi deb shundoq qildi bo'g'ay. Ammo ko'zi barkimning chiroyini aniq farq qilolmadi. Shuning bilan u o'z mo'ljarida o'g'lini bozorga kirib ketib bo'ldi-ku deb o'ylab, asta qadamlar bilan qatnash bektiga qarab bordi. Bo'g'ay bir mashinaning yeniga kelib turishiga yenidilla Hoshimaxonning ovozi chiqdi. Dada? Bo'g'ay dang'ida cho'chib ketdi. U o'g'lining hech kira topolmay mushu atrofda turganini bilmagan edi. Shu u xuddi bir narsani yo'shirayotgan kishi boshqalarning oldida chinib qolgandek chiroy totirib nima qilarini bilmay qattiq tantirab ketdi. Bu yerda nima qilib yursan, dada? Balam, shu Bo'g'ay kichik boladek kekashladi. Yeniga maqsadsizlik qo'yishtirib olgan qo'lini qayta chiqarib, bo'sh uvlab turib, o'zini o'ng'aysizlikdan qutuldirmoqchi bo'ldi. Balam, qarasam bu yerda turibsan. Nima? Kraning tayini yo'q o'xshamamda. Teg'i etdigan emasmi, dada? Sal baza qo'yilsa kira chiqdi. Satrashxonaga chirib, saqlığını oldirib ola, dada. Eli besiq bo'lib ketdi. Ma'qul balam. Shundoq qilay. Bo'g'ay ilojsiz kaniga yondi. U endi satrashxonaga kirib soqollarini yasatqach, o'g'lining bozorga kirib ketishini saqlamay amal yo'qligini his qilgan edi. Shunga o'zi doim kiradigan do'qmushdagi satrashxonaga qarab yo'l oldi. Dada, belli chiraymi? Yo'q balam, bo'ldi. O'zim chirayveraman. Hali xaridor kap qoladi balam. Bo'ldi, ishingni qilayman. Ma'qul. Hoshimaxon xaridor saqlab qoldi. Bo'g'ay satrashxonaga kirib ketdi. Ola hazal bir oshpishim vaqt o'tganda Bo'g'ay soqollari ratlik yasalgan, sochlari pokiz tushirilgan holda satrashxonadan chiqib keldi. Necha vaqtdan beri qichishib orom bermagan beshiyniklab Bo'g'ayning ruhi ko'tarilib qolgan edi. O'g'limni bakla zo'rlagandi. Men iniklab rohatlanib qoldim desa. Bo'g'ay atrofni ko'zi bilan emas, qo'liqi bilan, sezimi bilan bir hazo ko'zatdi. O'z tuyg'usida Hoshimaxonning yo'qligini jazmlashtirgandan keyin asta mengib yo'lning chetida to'xtatib qo'yilgan mashinalarning iniga bordi. Beshiga kapki-shapki kiygan o'ruq egiz bola uning qo'lini uzatdi. Assalomu alaykum tog'a. Shaychiramda? Bola. Chiqlar. To'shibmi qoldi, hozirlamamiz, Ma'qul. Bo'g'ay mashinaning eshigiga put oldi. Sho'pir bola Bo'g'ayning qo'ltig'idan yo'lashtirib mashinaga chiqadi. Bozor ichida Hoshimaxon kira izlab boribisini haydab yuratdi. Orqonni mahkam tutib, ko'zi yo'lda bo'lgani bilan xiyoli boshqa yoqda edi. Uning kallasiga dadasining bayotini beri qo'lashmagan, yo'childa sezilgan qiliqlari kelib olgan edi. Dadam bugun nima bo'lgandi? Ajab gap so'zlari qo'lashmay boshqacha o'ylab qopti. U asli unda emas edi. Uningga bir ish bo'lmagandi. Qiyirliq endi tutvatam deya bechora dadamni. Ras. Demisimi u yashinib qolgandan beri bayli yolg'iz tashlanib qoldi. Mening uyimda turganda da yolg'iz qiynalib qolasan desam, zodi unamaydi. Shu meni uyi tor, qisilib qoladi deb oyaydi. Xotinligu menimni omash qilyapti, dadamni bizning uyga achirib olaylik deb. Kunda uyda bo'layotgan dartalashmi mushu dadam to'g'riliq. Dadamni bizning uyda turg'in demedilar. Sizlarga mushu eshak harvisi bilan bozor bosil bo'ladi zodi deb xotinning ko'tildigini ko'tildi. Dadam bo'lsa yolg'iz yurib ko'nib qopdiman. Eginimni silib yotamaydi ekanman deb o'namagan. Bugungi aptiga qarasam, bechora dadam bo'lakchili bo'lib qolgandek qiladi. Yo'q. Uni bugunli uyga akdi. Uy tor kelsa,
hozir degap yoz. Men hoyilda challa ostida yozsammi bo'ladi? Ha. Uni bugunli uyini ko'chirib ep kelay. Xotinimni xush bo'lib ketsin. Bo'ldi. Kirani qo'yib, hozirli dadamni topay. Hoshimxon o'z xiyoldan hayajonlanib birdilla kaskinlik bilan arvaning tumshuqini orqaga burdi. Bozorga kiradi yenik kirib chiqadi yuk tortib chiqishga ko'ngan eshak quruq arvani tortib bozordan yong'inidan hayron qolgandek qadamlarini tez-tez elib yurib ketdi. Hoshimxon ko'ngli chog' oldi bir naqshi g'ingshig'inicha amdali ko'ktat bozorining do'qmishidan qayrilganda dodis bilan tam qo'shni o'ltiradigan muallim qo'lida bir patmon yuk ko'targan holda uni to'sdi. Hoshimxon, bozordan quruqli yenibsan-g'o. Bir ish bilan qaytib chiqyapman malam. Qo'llarda küçükni ma harvaga tashlaslar og'ir chikday. Ma'qul. Qo'lim telib aralli tug'andim. Ajab balandchog'da uchurding juma ukam. Muallim qo'lidagi yuklarni arvaga tashlab joylashtirib olgandan keyin eg'iz ochdi. Bo'ldi. Arvani endi haydagan ukam, ha? Sizlarmi chiqsizlar malam? Bo'ldi, men mangay. Eshiging tortamay qoldi hali. Yo'q, tortidi malam. Chiqaversin deyman. Ular birdam salosuli qilishgandan keyin muallim arvaga chiqdi. Hoshimxon oldida eshakni yetilib mangdi. Shundoq qilib bozor bilan aplashib qolding-a, ukam? Shundoq malam. Topalding-ku, qandaroq? Yomon emas. Mushu bozordan dangi qancha pulga mengyapsa? Baginni oldik malam. Baginini alsang bu haq tasqalidi, seni bekor ishlatkili. Yo'l qarab baho bekitvasan bo'lmamda. Hozir hamminimning bahsi o'sdi. Kiram shundoq. Endi ular gap bilan bo'lib birdamning ichida dangning oldiga kelib qolishgan edi. Hoshimxon dangning udulida to'xtab orqaga qayrildi. Malam, yuklarni nega tushirib berman? Bo'ldi. Mushchay qila, ha? Dangda harom bor. O'zim elib olman. Bo'ldi, malla tushiribday malam. Bo'ldi. Hoshimxon yuklarni bir-birlab elib yo'lning chetiga qo'ydi. Ondan keyniga burilganicha muallim uning 5 yuan pulni uzatdi. Seni avar qildim, rahmat ukam. Oz bo'lsa, meni sep qo'ygin, ha? Voy, bu nim qilganlar malam. Sizdan pul olsam bo'lmaydi. Sizlar degan meni o'qitgan. Shunchalik deganingga 1000 marta rahmat ukam. Ola. Bu degan halol ajring. Yo'q. Sasla bu pullarni. Undaqsan xop bo'lman juma. Sala buni sala. Zo'rladi muallim. Hoshimxon orqaga dojib muallim pulni zo'rlab ikkisi xeyli uzoq tirkashgan bo'lsa-mu, Hoshimxon muallimni zotli qoyil qilolmadi. Atrofdagi kishilar bu ikkisining qiliqiga qiziqsinib qarashatdi. Hoshimxon oxiri amalsiz pulni qo'liga ilishga majbur bo'ldi. Amsa, sal to'xtab tursizlar malam. Men bu pulni parchalab kelay. Yenida parcha pul yo'qda. Nima? Mushu 5 qo'ydimmi pul qaytaramsa? Amdi malam. Hey Hoshimxon. Butun suruq bir odam, ha? Necha ming qo'yliq eshak harus bilan bir munch yerdan paloqshib, xalqning hojatini ravo qilib, ya'ni shu 5 qo'yni to'liq olamsan? Ko'ngilchaklik qilib yursang, uyingni qandoq boqsa? Ma bozorda haminim o'z qiymati bilan. Sen bu bozordagi tilamchi, sohil emas, xalqning baginini oldigan. Sen degan bir halol emgakchi. O'z emgakining qiymatini o'zing qilmasang, bu bozor xalqsan qilib bermaydi-da. O'zing qadrlamsang, menga mushundoq o'tib ketsa ukam. Endi sal uyquni och ukam. Ziyoda yavaşlıqmi yaxshilik ekanmaydi. Sala az gap qilib sala. Hoshimxon gap so'z qilolmay turib qoldi. Tova. Bu muallim maktabdagi chog'dimi odamning xiyolida yo'q gaplarni qilib tanbih beradi. Bugungi gapimi ajab o'rinliq desa. Asta malim. Hoshimxon bo'sh g'udrab pulni yanchiqqa soldi. Bu uning odati edi. Xijolat bo'lgan chog'da boshqalarga tuzit qilganda u mushundoq bo'sh g'udraydi. O'zining nima deyotganini o'zimi bilmaydi. Og'iz bilinar bilinmas qimirlab turadi.
Shunda qilg'ach o'zini o'ng'aysizlikdan qutuldirmoqchi bo'ladi Hoshimxon. Muallim Hoshimxonning yenidan ayrilib yetib, tuyuqsiz bir narsa yodiga yetgandek kayniga burildi. Ha Rasukam. Dadaning ko'z qandaroq? Eshikning tumshug'ini burayotgan Hoshimxon hayronlik bilan muallimga qaradi. Dadamning ko'zi? Bovay demagan o'xshamamdi. Shu balni ansirtib qo'ymaydigandi balkim. Ajab ko'ngilchak inson-da bovay. Uning bir ko'z tutilib qog'ili nekam. Oq tushgancha va. Mana mening kerak. Akşam bovay et shag berib, doktoru ko'stiman deyotgan. Kilamigan o'xshaydi. Bardigan kuni o'zing billi yitlab apag'in. Tamtirab qolmisu yana, ha? Hoshimxonning quliqiga boshqa gap kirmadi. U muallimga xo'shmi demay, ko'ziga bir narsa ko'rinmay eshakni so'rab degudak menib, bozor sirtiga qarab yurib ketdi. Dadamning bugun boshqacha bo'lib qolishi bekor emas ekan. Yurgan bir narsani to'yg'andek qilgan zodi. Ma'u dötlügün. Bichara dadam mashina bekatning oldida oldi-keyniga timsiqlab yursa, xiyolimga kelmagandi. Hoshimxonning ko'zlaridan taramlab yosh chiqib ketdi. Ko'z oldi tumanlashgandek bo'lib, ko'ziga bir narsa ko'rinmay qoldi. U atrofidagilardan yoshirincha yangi bilan ko'z yeshini surtib olib, eshikni tezlatdi. Orliqda bir necha kishi uni sharatlab, "Oy, kira" deb vaqirsimi, quliqiga bir narsa kirmay, bog'on siri eshikni choptirishga boshladi. Bozorning chetidagi boyaq sotirashxonaning oldiga kelganda, u harvisini tashlab sotirashxonaga kirdi. Baya do'konga mening dadam chiydimi? Oldirab tenab so'rdi u tonish sotirashdan. "Ha, chigan. Chechini oldirib shu zaman chikatdi." Qaysi tarafga borganda? Bilmadim, sen qo'ymabdimi? Ha. Hoshimxon sotirishxonadan yenib chiqdi. U dadasining rastilla doktorga manganligini jazm qilgan edi. Dadasining orqasidan yetish uchun u harvisini bir yerga bog'lab qo'yib, tonish birsiga toplab qo'yishni ko'ngliga bukdi. Ammo turibli yana to'xtab qoldi. Dadam shayga mangan bo'lsa, yerida pul bor emitdi. Asla qaramamdigan. Yenimda ozroq pul bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Yanchuq ajab qo'rq bo'lib qoldi ya. Bayam ma'lum bergan 5 qo'ydan boshqa pul bo'lmasa, qanday qilgulik endi? Hoshimxon tonish birasi uchrasa bir yuz yuan qarz elish uchun tonish chiray izlab atrofga qarashga boshladi. Atrofda o'tunidigan kishilar xeli jiq bo'lsa-mu, o'dil kelgan kishidan qarz so'rashga bo'lmaydi. Xalqlar bozorda harvi yetilab madikor ishlaydigan odamga osonlikcha qarz berish mumkin emas edi. Ammo qarz so'ramasa bo'lmaydi. Dadasining orqasidan tez yetib bormasa, dadasi u yerda tenab tamtirab qoladi. Dadasi og'riqsilik qolganda yenida bo'lolmagan o'g'ilni. Hoshimxon mo'shilarni xiyoliga keltirganda yuzlari o'tib ketdi. Xuddi atrofidagi hamma odam uning nafratli ko'z bilan qarayotgandek tuyulib, a'zoyi badani titrak o'lishib, chiroyimi o'zgarib ketdi. U shu turqida to'rt tarafga mo'ldirlab qarayotganda, Mozuzning oldida bir poy oyog'ini yamatayotgan mahalla boshlig'ini ko'rib, yugurib degudak oldiga bordi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hoshimxon, bozorga mangdingmi? Ha. Mahalla boshlig'ining chiroyida ancha umid yo'qligini sezgan Hoshimxon sal bo'shashdi. Shu dadam og'rib qolib. Ha. Mahalla boshlig'i beshini parvozsiz lang'ishitib qo'yib, yonchug'idan tamaki elib bir tortishladi. Hoshimxon nima qilarini bilmay birdan ishkilinib turib qoldi. Ammo muhtojlik uni qayta g'ayratga keltirdi. Sizga ozroq ojitim tushib qolgan teminami? Ha, degina qani. Dadam og'rib qolganda, shunga ozroq pul lozim bo'lib kelib.
Nechilik bo'lsaydi da? 100. Yo'q. Hoshimxon o'ylanib qoldi. 100 koy nimaga yetadi? Dadamni tekshira. Tomoq ye. Yana yinib kelishga ko'proq so'ray. Keyin bir amal qilib qaytiraman. 500 koy bo'lsa yetadi. 500 koy? Hozir yanimda unchalik pul yo'qda. Tushdan keyin ishxonamga chiramsa, yo'lni qilib qo'yay. Mayli. Hoshimxon lossida bo'lib qoldi. U bo'shashgan qadamlari bilan orqaga yonmoqchi bo'lib edi. Mahalla boshlig'i uni chaqirdi. "Oy, Hoshimxon. Aras, o'tganda seni qiyinchilik bor oila qatoriga tizimlab qo'yay deb ayolingdan xabar berib qo'ysam, chimiding-ku?" Shu Hoshimxon beshini qoshlab turib qoldi. Rost, bir chaqda xotini bozordagi dangda shundoq bir gapni qilgan. Anglasam, mahalla boshlig'i hukumat bergan narsani bekorga berish chidamay, bizni uy ishiga soladi. Uningdan ko'ra tizimlatmayman debsan-ku. Hoshimxon hayron qoldi. Rost, u shundoq degan. Qiyinchilik bor oila bo'lib tizimlanganlar mahalla boshlig'ining uyida qig'i chiqirdigan, etizning qirini oladigan, xomon so'raydigan, suv tutadigan ishlarni qig'inini netchi ko'rib, shunga gadini qo'ymagan. Ammo mahalla boshlig'i bularni nadin anglab qoldi-kina. Hoshimxon nima deyishini bilmay yerga qaradi. Boshqalarning oldida qilgan gapi yuziga silingandan ortiq sachilik bo'ldi. U endi qarz elish ishidan umidini o'zib, ostog'ini orqaga yondi. Mahalla boshlig'i uning orqasidan qo'shib qo'ydi. "Chaqchaq qilib qo'ydim. Tushda ishxonaga bor. Men pul tayyorlab qo'yay." Hoshimxon gap so'z qilmay arvasining yoniga ketdi. Mahalla boshlig'i uning orqasidan qarab qo'yib, tutgan oyog'ini kiyishga boshladi. Hoshimxon eshikini yetilab qaytadan bozorga qarab bordi. Ammo kira izlab emas, o'tganda eshikini sotgan uloq bozorining do'qmishini ko'zlab yurib ketdi. U uloq bozorining do'qmishiga kelganda shots yerga yotqizib qo'yilgan bir harvi ustida g'ujmak bo'lib tomoq chekishib o'tirgan bir necha bedik Hoshimxonni ko'ribla turrida o'rinlardan turishdi. Eshakni sotamsan?" dedi o'tganda eshikini olgan bo'rtliq kishi sapsiriq sarg'ayib ketgan tishlar orasidan chirtdi birini tupurib qo'yib. Ondan eshakning quyruqlarini qayirib ko'tiga shaplaqlashqa, tishlarini ko'rib, tuklarini tortib beqishga boshladi. Hoshimxon ular ko'rib bo'g'ichi indamay qarab turdi. Doim mushundaq o'lim tukpurni bilan haydab akiladigan bol ekansa. Degina, nechi berman? 2000 ni basla. Arbaga balanmamadi. Dedi Hoshimxon eshikning quloqlarini siylaganicha. Arbaga mangmamdo, uning bilan ishim yo'q degina. Manga 4 puti yadasab turib bersa, semiz bo'lsa bo'ldi. Kashda mashinaga besib opirib, lobanga sanat o'tkazaman. Shunga qotir eshigingning turqiga qayrab pul beraman. 900 ga taving bormi? Kam bo'lib qoldi aka. Ey, sana o'zing degan 2000 ning hammani to'liq bersammi, kiming putmaydi degina. Bo'lapti. 20 ni qo'shay. Qayda? Kam bo'la. Saq 50. Kam. Saq qilma apulni. Kam. Amisa bozor ko'rib baq. Ayni bozor. Bedik qo'lini qiqish turib neri ketdi. Hoshimxon sal ishkilinib nima qilarini bilmay turib qoldi. Bu bedik mushu bozorning eng cho'ng to'ppishimish. Bu bozorda shu bedikning degini degan deb Hoshimxon o'tgandala anglagan edi. Boshqalar bu bedik qo'ygan bahodan o'rimal ololmaymish. Hoshimxon bag'on sir qistirayotgan kunga ko'zini qisib qarab qo'ydi. Kun chinqi tushga yaqinlab qolgan edi. U sal oldirab qoldi. Chunki bu yerda yana tortishib yuravergan bilan bo'lmaydi. Bu chaqqichi dotisi. Bo'lapti. Asla.
Hoshimxon o'zini sezmasdan lafzi beribdi. Bedik o'rnidan erinchaklik bilan qo'zg'alib turdi. Eshakni qayta aylanib, sag'irlarini shapaloqlab tutib, mo'tab baqqandan keyin tamaki deg'i bilan sarg'ayib ketgan barmog'ida pul sanashga boshladi. Mana pul. Ağamchi bilan noqtangni kela bozor kuni Mishadin tepib ol, Ma'qul. Boshqalarniki bilan olmishib ketmisan aka. Voy, tezak etib qolgan bu bir nimangni kim almashtirib oldi? Shundoq bo'lsa-mu deyman. Hoshimxon eshakni chiqarib Bedikning qo'liga tutqizdi. Ondan quruq qarvining sho'tisiga o'zi kirib, qarvini yetilab bozorning sirtiga qarab mangdi. Bu uning ikkinchi qitim quruq qarvini elib bozordan qaytishi edi.